Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvda mavjud avtomobillarimiz. Bularni sizlarga bir tanishtirib o'taman. Birinchi mashinamiz Haval M6. Mashinamiz yili 2024-yil, bosib o'tgan masofasi 17.000 km. Mashinamizga qo'yilgan narsalar yumshoq balon, propan gaz uстановkalar qilingan va qimmat naktikalar qo'yilgan. Salonga dirganligimiz uchun olib qo'yamiz. Mashinaning ichki holatlari ham juda ham chiroyli, akkuratli holatda ko'rishlar mumkin. Mashina idealni yangi mashina. Bu mashinamiz 3-payizda lyuklari bor, tumaniy va zadniy kameralari bor. Ko'rishlar mumkin. Mashinamiz narxini $20.500 deb baholadik. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Va keyingi mashinamiz bu ham Haval M6. Bu 2-payizda radnoy holatda. 2024-yil, bosib o'tgan masofasi 11.000 km. Mashinamiz ichki holatlari juda ham zo'r. Akkuratli haydalgan bu ham. Joni qiynalmagan, 11.000 km yurgan atigi yangi mashina. Bu mashinamizni narxini 19.500 deb baholadik. Ko'rishlar mumkin. Buni yurishiga va hadoviga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda ham yumshoq mashina. Yoshi katta hoji otalar minsa ham qiynalmaydi, urintirmaydi. Va keyingi mashinamiz Bestium B77. Mashinamiz yili 2020-yil, bosib o'tgan masofasi 88.000 km. Kraskalar absolut toza. Mashinamiz juda ham ko'p navrotlari bor. 360 gradus kamera va panorama lyuk. Mana ichki holatlari ko'rishlar mumkin. Alisalarga alohida e'tibor berib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Bu yoqda mana avtoparkovka, 360 gradus kamera, palas udержаниялarigacha bor, bez ключой достуp, siltovoy zonalari ham bor. Mashinamiz holatlari ideal holatda. Bu mashinani obunachilarimiz uchun va hamyurtlarimiz uchun narxini 18.000 deb baholadik. Kami bor, kelishtirib beramiz. Naqd pul yoki nasiya soliga ham kelishaveramiz. Va keyingi mashinamiz Bestium T55. Buni yili 2024-yil, bosib o'tgan masofasi 16.000 km. Atigi mashinaning holatlari zo'r, balonlari hali yangi, zavodskiy diskalarda. Bunda 360 gradus kamera va panorama lyuk, bez ключой достуp ko'rishlar mumkin. Bu mana mashinalarni obzor qilib odam maza qiladi. Ko'rishlar mumkin, sizlarni ham hali matbuot yaltiramagan. Bunda ham hamma funksiyalari bor. Mashinamizni faqat shu orqa kapotda bagajli betida o'zida ichib o'tmagan kraskasi bor, qolgan joylari toza. Buni narxini 18.500 deb baholadik. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mashinamiz juda ham akkuratli binilgan, yumshoq mashina. Va keyingi mashinamiz Aykar EQ7 avtomobili. Mashinamiz to'liq tok bilan jihozlangan. 512 zapas xudi, hozirgi kunda 450 dan oshiq yuryapti. Kraskalari toza. Bunda ham silpovoy zona, panorama lyuk, 360 gradus kamera, oldi o'rindig'ida sideniyam massaj, atamanka, sideniya, abagrev adduxlari bor. Ichki interyerini ham juda ham chiroyli rang tanlangan. Juda ham akkuratli, yoqimli rang. Mashinamiz kraskalari absolut toza. Ko'rishlar mumkin. Turishi ham juda ham bahaybat, chiroyli mashina. Mashinamiz narxi $24.000 deb baholadik. Buni narxini 60'ları Jitavr Dashinga ham o'xshab ketadi. $24.500 yana kami bor, kelishtirib beramiz. Baholasi nasiya soliga ham kelishaveramiz. Va keyingi mashinamiz Jitavr X70 Luxury pozitsiyasi, full pozitsiyasida. Mashinamiz yili 2023-yil, bosib o'tgan masofasi 48.000 km. Mashinamizga parog brezgaviy balon qo'yilgan. Bunda ham katta panorama lyuk, 360 gradus kamera, hamma narsalar bilan jihozlangan. Uzr birinchi ko'rsatilgan, qulflanib qolibdi. Mashinamiz ham orqa bagajida kraska bor, ichib o'tmagan. Narxini $18.000 deb baholadik. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Va bu yoqda GM avtomobillarimiz ham bor. GM Gentra 2023-yil, 3-payizda, faqat lyuk yo'q, ABS maydafonlari bor, hamma yo'g'i bor. Mashinaga qo'yilgan narsa yumshoq balon qo'yilgan. 9-8 pult va propan gaz uстановkalar qilingan. Mashina holati juda ham ideal holatda. Hadovilari даже yumshatilgan ham buni.
bosib o'tgan masofasi 60 ming kilometr. İçlari ham hamma yo'g'i zo'r holatda. Ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamizning narxini 12,5 ming deb baholadik. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Hurmatli obunachilar, turg'uni ko'ringlar buni. Juda ham zo'r holatda. Va keyingi mashinamiz Equinox 472 millionlik full politsiyasidan. Mashinamiz 2021 yil bosib o'tgan masofasi 122 ming kilometr. Kraskalari toza. Mashinamizga yumshoq balon, parok, tumani, zadniy tumani qo'yilgan. 10 oy tonirovka ruxsati bor. Mashinaning holatini ko'rishingiz mumkin. Asal holatda, katta panorama yuklari, hamma narsalar bilan jihozlangan. Mashinamiz juda ham yumshatilgan hadoylari. Buni narxini obunachilarimiz uchun 25 ming dollar, 25,5 ming dollar deb baholadik. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Va keyingi mashinamiz G-Tower X95 fullidan. Mashinamiz 2023 yil bosib o'tgan masofasi 66 ming. Holatlar ideal holatda. Ichki holatlarni ham, interyerini ham ko'rsatib o'taman. Afshka torpedalarda hech qanaqa qirilib chizilgan joylar yo'q. 3 qator 7 o'rinli mashina. Katta panorama lyuk, 360 gradus. Hamma narsalar bilan jihozlangan. Faqat shu kapotida betida yuzaki kraskasi bor, qolgan joylari ideal holatda. Mashinamizning narxi 22,800 dollar. Kelishtirib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Va oxirgi mashinamiz Cherry 8 Pro Max Restylingda. Mashinamiz 2022 yil bosib o'tgan masofasi 93 ming kilometr. Kraskalar absolut toza, oldlari bron qilingan, tomlari va bakanalari bron qilingan. Yumshoq balon, parok brizgavilar qo'yilgan. Mashinamiz holati juda ham приятный holatda. Salonlarni ham zo'r kombinatsiya qilingan, ranglar tanlanib. 160 gradus kamera. Alitalarigacha bor, gazovoy upravleniya hamma yo'q ishlaydi. Bu ham 3 qator 7 o'rinli mashina. Buni ko'rishingiz mumkin. Mashinamizni o'zi 22 lekin 25 restyling qilingan. Orqalarini ko'rishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, bu mashinamizni narxini 23 ming deb baholadik. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Pastda raqam qoldiramiz. Salomat bo'linglar.